Bu bilan telefon umuman ko'rsatmang demoqchi emasman. Lekin ko'p ko'rsatib, birov baraka ko'rgan, topayotganimni ko'rmayapman. Chunki ko'zini asrashimiz kerak, ko'z nurini, sog'ligini. Telefondir, televizordir bolaning miyasi rivojlanishiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Kitobning foydasini oldiga nisbatan. Ya'ni foydali narsalar qo'yib beryapman, kimdir o'zini oqlash mumkin. Uni birga kitob o'qi, bolang bilan. Birga rasm tomosha qil, agar hali tili chiqmagan bo'lsa. Iloji boricha har kuni kitob berib, hech bo'lmasa nisbati to'g'ri olish kerak. 10 ga 1 olish kerak hech bo'lmasa. 10 soat kitob bo'lsin, 1 soat telefon bo'lsin, 5 soat kitob bo'lsin, yarim soat telefon bo'lsin. Imkon qilgan odam shunaqa qilsin. O'sha telefonga ketadigan $1000 bolalar adabiyotini olib kelsin. $1000 aqlni rivojlantiradigan o'yinxona qilib qo'ysin uyida. Bola xuddiki hozir o'ylaymiz, shu bola telefon o'ynamasa dunyodan orqada qolib ketadigandek. Siz bilan biz orqada qolib ketdikmi? Hozir siz aytib o'tgan zeta avlod, alfa avlod bizga nisbatan ancha tez o'rganuvchi uchun. Faqat yo'nalish berish kerak unga to'g'ri. Biz oilaviy oliy o'quv yurtiga kirmaguncha bolalar hech qaysimiz telefon ishlatmaganmiz. Akamdan singlimgacha hech kim. Biz ham ishlatmaganmiz. Bo'lmagan. Sizda bo'lmagan, bizda bo'lganda, bizda o'sha imkon bo'lgan, lekin dadamiz ayamiz ruxsat bermagan. Hozir ota-onalar uchun haligi overtake care deyman, juda ham bolasini haddan ziyod erkalashmas, juda ham xuddiki telefonsiz 200 metr naryodagi maktabga borib kela olmaydi. Yani bizni paytimiz men bola o'g'irlari bo'lardi, hozir yo'q. Deyarli xudoga shukr, hamma kamera olib ketdi. O'sha payt ham malaka sog'-salomat yurib katta bo'lib keldik. Ya'ni sal bo'lsa ham bola tarbiyasida juda ham haddan ziyod berilgan e'tibor ham, haddan ziyod berilmagan e'tibor ham zarar ekan. Oqil odam hamma narsaning me'yorini va haddini bilib joyiga ishlatadi.